Miloddan avvalgi 3-asrda Xitoyda Chu Yuan ismli juda vatanparvar vazir yashagan ekan. U hamisha davlatda tinchlik va adolat o'rnatishga, odamlarga yordam berishga harakat qilar ekan. Biroq imperatorning noto'g'ri qarorlari va mamlakatda avj olgan korrupsiya uni umidsizlikka solibdi va vazir o'z joniga qasd qilish uchun daryoga sakrabdi. Xalq daryo bo'ylab qayiqlarda uni qidirishga tushishibdi. Baliqlar Chu Yuanning tanasini yemasliklari uchun odamlar suvga guruchli pishiriqlarni uloqtira boshlashibdi. Afsuski uni topishmabdi. Shundan buyon Xitoy xalqi har yili oy taqvimi bo'yicha 5-oyning 5-kunida vatanparvar vazir sharafiga atab Ajdaho qayiq festivalini nishonlashadilar. Ajdaho Xitoy madaniyatida saltanat qudrati ramzi hisoblanadi. Chu Yuan esa saltanat rivoji yo'lida jon berdi. Shuning uchun har yili ushbu festivalda odamlar ajdaho shaklidagi qayiqlarda musobaqalar tashkillashtirishadi va guruchli pishiriqlar yeyishadilar. Aytgancha, bu pishiriqlar Xitoy tilida zongzi deb ataladi. Agar tatib ko'rgan bo'lsangiz, fikringizni izohlarda qoldirib keting.